Xudo bizga hech qachon bizga berilayotgan og'riqlarni bizni sindirish uchun yoki jazolash uchun bermaydi. Bir narsani esingda tut har doim. Agar seni hayotingdan kimdir chiqib ketayotgan bo'lsa, bilginki, u seni o'sishingga chiday olmayotgan odamgina yoki seni o'sishingga xalaqit beradigan odamgina chiqib ketadi. Sening ko'z yoshlaring esa bilishing kerakki, u seni yetuklikka olib boradi. Senga berilayotgan og'riqlar sen o'zing ko'ra olmayotgan nuqtalaringni ko'rsatish uchun berilayotgan og'riqlar ekanligini tushunishing kerak. Seni eng qattiq og'rig'ing esa keyingi pog'onaga chiqarish uchun bo'layotgan seni eng katta maktabing hisoblanadi. Shuning uchun har qanday vaziyatda bilginki, Alloh seni bugun jazolamayapti. Seni yangi bosqichga, yangi hayotga o'tish uchungina u tozalayapti. Seni hayotingga yangi kirib kelgan odamlar esa bil, bu belgidir. U orqali senga berilayotgan yangi hayotning belgisidir. Hayotda hech narsa o'zidan o'zi tasodif bo'lmaydi. Esingda tut.